Assalomu alaykum hammaga. Siz Film News kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan 2026-yildagi barcha mashhur multfilmlar haqida gaplashamiz. Video qiziqarli bo'ladi. Shu uchun oxirigacha ko'ringlar. Qani unda boshladik. Bundan oldin kanalda 2026-yilda chiqadigan mashhur serial va filmlar haqida video qilgan edim. Kanaldan bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. 2026-yil legenda va mashhur multfilmlarning qaytishi. Shunday ekan, videoni oxirigacha ko'ringlar. Video davomida o'sha mashhur o'yinchoqlar tarixi, muzik davri va Shrek kabi mashhur proyektlar bo'ladi. Qani unda boshladik. Birinchi multfilm bu o'yinchoqlar tarixi 5 multfilmi. Ancha katta tanaffusdan so'ng multfilm yana qaytmoqda. Multfilmning tizeri chiqib bo'lgan. Unga ko'ra multfilmda o'yinchoqlar planshetga qarshi chiqishadi. Multfilmda hozirgi asosiy global muammo ochib berilgan, ya'ni bolalar o'yinchoqdan ko'ra ko'p planshet o'ynashlarini va o'yinchoqlarning qiziqib bo'lmay qolayotgani multfilmda tushuntiriladi. O'zi shuncha vaqtdan keyin nimaga multfilm chiqadi desanglar, multfilm Disneyning cho'ntagi uchun kerak, chunki qilgan ba'zi proyektlari omadsiz bo'ldi va Disney ko'p minusga kirdi. Shu uchun 5-qism chiqarilyapti. 19-iyunda $200 million byudjet bilan multfilmning kassi yig'imlari aniq yaxshi bo'ladi va multfilmning 5-qismi haqida kanalda to'liq video bor. Bemalol kanaldan o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Va yana Disney muzik davri 6 multfilmi chiqishini tasdiqladi. Multfilmning tizeri ham, treyler ham hali chiqmadi, lekin 2026-yilda chiqadi. Aniq sanasi noma'lum. Multfilm 2027-yilga o'tib ketishi ham mumkin. Shunday ekan, aniq 2026-yilda chiqishi ham noma'lum. Multfilmda yana biz Uchovlon, Sid, Manny Diegoning yangi sarguzashtlarini ko'ramiz. Balki 6-qismda Sid bilan Diego o'zlariga juft topishar. Xullas, 6-qism qiziq bo'lishini kutaman, chunki rejissor yaxshi va tajribali. Multfilm byudjeti aniq emas, taxminan $200 million bo'ladi. Keyingi multfilm esa Mario 2 Galaktika multfilmi. Multfilmning ikkinchi qismi Galaktika nomini oldi va birinchi qism juda ham qiziqarli bo'lib, yaxshi kasting qilganda, voqealar dahshat edi. Grafika ham, ikkinchi qism ham shunaqa bo'ladi deb o'ylayman. Ikkinchi qismda ajdarga o'xshash yovuz personaj Bowser qaytadi va Malika Peachni o'g'irlab butun koinotni egallamoqchi bo'ladi. Mario esa kosmos bo'ylab sayohat qiladi, turli sayohatlarni kezadi va unga Yoshi personaji yordam beradi. Maqsad Power yulduzlarini yig'ish va Bowserning kosmik imperiyasini yo'q qilish. Yakunda esa Mario Bowser bilan katta kosmik jang qiladi. Malika Peachni qutqariladi. Koinot esa saqlab qolinadi. Sujetdan aniq ikkinchi qism qiziqarli bo'ladi. Multfilm 2026-yilning 4-aprelida chiqadi. Keyingi multfilm ham juda ko'p muxlislarga qiziq bo'lgan multfilm. Jahaldor qushlar multfilmining 3-qismi. Multfilmning taxminiy sujeti qushlar va cho'chqalar o'rtasidagi eski urush butunlay tugamagan bo'ladi. Bu safar yangi 3-tomon paydo bo'ladi. Yangi xavf uzoq sovuq hududdan kelgan kuchli dushman. Qushlar ham, cho'chqalar ham tahdid ostida qolishadi va ikki tomon majburiy ittifoq tuzishadi. Qizil va cho'chqalar qiroli yana vaqtincha birlashishga majbur bo'lishadi va kengaygan dunyo ko'rsatiladi. Oldingi ikkita qismdan ko'ra masshtab kattalashadi. Yangi orollar, yangi qush turlari, yangi uchishlar va strategiyalar ko'rsatiladi. Multfilm 2026-yil 23-dekabrda $60-80 million byudjet bilan chiqadi. Yana bir juda ham ko'p kutilayotgan qiziq multfilm Shrek multfilmining 5-qismi. Yana biz komediya janrida Shrek va eshakning sarguzashtlarini ko'ramiz. 5-qism Shrek va Fiona Farfar Abayda uzoqda bolalari bilan tinch hayot kechirishadi. Shrek endi sarguzashtlarini sog'ingan, lekin yana muammo chiqadi. Asosiy muammo ertaklar olamida yangi tartib, yangi o'z kuch paydo bo'ladi. Klassik ertak qahramonlari o'z o'rnlaridan norozi, dunyo zamonaviylashib ketgani uchun Shrek yana majbur bo'lib eski qahramon sifatida qaytadi. Bunga qo'shib uning do'stlari ham qaytadi. Eshak, etik kiygan mushuk va Shrek bolalari ham etikligi bo'yicha Shrekning 5-qismida multfilmning muhim qismi bo'lishar ekan. Multfilm $100 million byudjet bilan 30-iyunda premyera qilinadi. Avatar Ang afsonasi so'nggi havo unsuri multfilmi. Multfilm havo usurligida bo'lib o'tadi. Multfilmda Ang dunyoni tinchlikka olib kelgandan keyin bir necha yil o'tgach sodir bo'ladi. Ang o'z xalqining yo'qolib borayotgan madaniyati, havo mahalliylari haqidagi qadriyatni saqlab qolish uchun qadimiy va kuchli sirni qidirishga kirishadi. U bu kuchni topishga harakat qiladi. Yomon niyatli kuchlar undan avval yetib boshdan oldin, chunki bu kuch dunyo tartibini buzishi mumkin. Multfilm qiziqarli bo'lishi aniq, chunki eski filmini va yaqinda chiqqan serialni ko'rganimda
juda qiziq tuyulgan edi va yoqqandi. Serialning ikkinchi mavsumi 2026-yilda chiqadi va Disney yangi Hexi degan multfilmni 2026-yil 25-noyabrda premyera qiladi. Multfilmni Disney zo'r bo'ladi, qiziq bo'ladi deb aytgandan so'ng multfilmga ko'p qiziqishlar bo'ldi. Hexi bu hikoya qiziq va g'alati bo'lgan o'smir bola va uning qat'iyatli onasi haqida. Ular bilib oladiki, bolaning odatiy emasligini, aslida yashirin sehrli kuchlar borligini onasi bilib qoladi. Bu kashfiyot ularni maxfiy va sehrli olamga yetaklaydi. Shu yerda sehr va sirlar ularning hayotini tomoman o'zgartiradi. Multfilm unga qarshi o'z bo'lishi aniq va multfilm 2026-yil noyabrda chiqadi. Transformerlar olamidan esa Transformerlar so'nggi tahdid multfilmi premyera qilinadi. Hozircha multfilm haqida rasmiy to'liq syujet e'lon qilinmagan, IMDb ro'yxatda bor, ammo ssenariy detallar kam. Yashirin tahdid nomidan kelib chiqib, bu film Transformerlar koinotida sirli yashirin tahdid atrofida bo'ladi. Avtobotlar va Decepticonlar Cybertrondan tashqarisidagi yangi tahdidni bilishadi. Tashqi dunyoda yoki boshqa o'lchovda yashirin xavfli mexanizm, eski artefakt yoki yangi kuch paydo bo'ladi. Qisqa qilib, Transformerlar 1 multfilmining boshqacha varianti desam ham bo'ladi. Multfilm premyerasi 18-martda. Roblox o'yini muxlislari uchun Roblox multfilmi chiqmoqda. To'g'rirog'i film desam ham bo'ladi. Proyekt to'liq o'yini haqida. Dylan, ya'ni Noob, Roblox olamida sodir bo'layotgan tartibsizliklarga chalg'ib qoladi. Olamni boshqaruvchi kuchlar, ayniqsa saqlovchi admin, kuchni suiiste'mol qiladi. Adminning qorong'u rejasi tufayli Roblox olami paranormal do'zaxga o'xshash zonaga aylantiriladi. Dylan adminning kuchini to'xtatmoqchi bo'lib, uni to'xtatish uchun sarguzashtga chiqadi. Yo'l davomida sobiq do'stlari va boshqa turli Roblox o'yinchi vazifalarga duch keladi. Proyekt 2026-yil 12-mayda chiqadi va amerikalik ajoyib echki nomli multfilm ham 2026-yilda chiqadi. Multfilmning asosiy qahramoni esa echki. U o'zini juda kuchli, juda aqlli va vatanparvar deb hisoblaydi. Aslida esa u ko'pincha vaziyatni noto'g'ri baholaydi va muammolarni kuch bilan hal qilmoqchi bo'ladi, lekin kalla qo'yadi. Multfilm davomida u har bir muammo kuch bilan hal bo'lmasligini, haqiqiy qahramonlik, mas'uliyat va aql ekanini tushuna boshlaydi. Xullas, qiziq multfilm. Premyerasi 13-fevralda. Xullas, bu videoda 2026-yilda chiqadigan mashhur va qiziq multfilmlarni sanab berdim. O'zi barcha 2026-yilda chiqadigan multfilmlarni sanasam 50 dan ortiq. Bugungi videoda esa sizlar bilan 2026-yilning eng zo'r multfilmlari haqida gaplashdik va video haqida va multfilmlar haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Oxirgacha ko'rganlar uchun rahmat. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bosib qo'ygan bo'lsangiz hozircha xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Darkwave.